36 qism. Koni bilan yangining farqi. Mahalladagi barliq kishilar Davud Turg'uning o'rniga Matkarim Sho'pakning chiqqanligiga ichidan xushal bo'lishadi. Ular Matkarim Sho'pakni Davud Turg'udek tirangda dab etaman, so'ngingda sap etaman deydiganlardan emas deb biladi. Uning baya so'zlagan qisqagina nutqi kishilarga xili obdalla ta'sir qilgan edi. Matkarim Sho'pak yana gapini davomlashtirdi. Bugundan başlap kollektiv emgak azıltılıdı. Hemminglar öz tirikçiliginlarni xotirjam qilsanglar bo'ladi. Davud Turg'uning mug'ambarlik qilib sizlarni ezdigan kunlari endi kammasga ketdi. Matkarim Sho'pakni maqtab, ko'kka ko'tarilgan olqis sadolari palakni qushdi. Matkarim Sho'pak kishilarni aron tasda besiq turgandan keyin asli maqsadini aytdi. Yo'ldoshlar, kollektiv emgak kechirim qilingani bilan eriq o'stanlarning remont qilish haqiga har bir nopos va shuandan pul to'lamasanglar bo'lmaydi. Matkarim Sho'pakning gapi tugab bo'g'icha to'plashgan kishilar orasida g'oli ko'tarildi. Tinchlaninglar. Nima tugamaydigan varamchiring bu? Bu degan yuqorining buyrug'i, qarshi chiqishga ruxsat yo'q. Hozirning o'zida uyinglarga berib, pulning amoni qilinglar. Bu gapni anglagan 80 yoshlik Ambarxon mo'may oldiga chiqib, titrab turib dedi. Hey, sho'duychang balam. Hozirning o'zida desang, menda mushu qiyirjinimdan boshqa hech nima yo'q. Bir jup qiyir mekinim uzmay tuxum tug'ib bersa, bir haftaga qamayli to'lab bo'laman. Ahmas gaplarni qo'ysizlar-chi. Men siz bilan savdo qilmayaptimi juma? Bugun pulni to'lisizmi to'laylar. Bani sabab ko'stiman, qutulaman deb o'ylaymsizlar. Mo'may Matkarim Sho'pakning gapini anglab, yig'lamsirgan peti top ichiga kirib ketdi. Amisi bu yerda eshak bog'laydigan qo'ziqdek turishmay qaytib ketib, pulning qo'yg'uchisizlar berib. Mahalladagilar bir-birlab tarqashga boshladi. Ularning tunji kunilar Matkarim Sho'pakdan ko'ngli qoldi. Davud Turg'a hadislar tayni yo'q kollektiv emgak silib, xalqni madordan ketkizgan bo'lsa, Matkarim Sho'pak xalqni topgan tagidan ayirib, qoqsanam qilitadigan qiladi. Davud Turg'a qo'zi to'lgan to'q bo'ri bo'lsa, Matkarim Sho'pak oznab qolgan osh bo'ri edi. Osh bo'ri to'q bo'riga qaraganda texmi bakrak bo'lib talaydi. Salikaj Masavr maddah bilan qudu bo'lishni rad qilgandan keyin Ayshugulning Arshidim bilan Xufyani ko'rishib yurishidan ansirab, uni uyning sirtiga chiqqila qo'ymadi. Ayshugul hozir Gulzordan ayrilib, qapazga solangan qushga o'xshab qolgan edi. So'ygan Nigordan ayrilib, judolik azobi oz kelgandek, mana endi pay qanotlari bo'g'ilib, erkinligimi yo'q bo'ldi. Meskin diliga faqat ko'z yoshlari hamroh bo'ldi. Talog'i chuqidek erkinligi bachaqlarda Arshidim bilan bir amallarni qilib ko'rishadi. Lekin hozir bunchilik qilishga imkoniyat yo'q.
faqat o'z go'shini yugudak bo'lib, yig'lashli qo'lidan keladi. Ayshugulning g'imi buli emas. Bechora onasiga-mo bag'ri toshda desa kun bermaydi. Onasini buzuqning qizi buzuq bo'ladi. Qizingmisini azmay do'rabdi. Qiz bola tarbiyalashni bilmagandikin, bu quliq qattiq inakni men uyga solab qo'yib odam qilay. Buningga hurt-hurt desang, senmi qizingning kuniga qolasan deb Elimaxonni qizning yig'ida qo'ritdi. Bir qatim onasi tamoq ilib kirganida, ona bola ikkisi o'zini tutib ololmay, o'ngrab yig'lab ketishdi. Ikkisi yig'lish jarayonida Salikajning bir necha g'iz yomon gapini qilib soldi. Ishikto'yda ikkisining gapini anglab turgan Salikaj uyga usib kirib, Elimaxonni qora quyuq urib ketdi. Bu tuzun yap tuzuquncha qilgan tuzkur. Mana qizimga mening yomon gapimni qildak bo'ldingmi deh, ha? Mana sen qilana, yana qila. Salikaj xotinning udulkaga yerga urishga boshladi. Ayshugul orig'i tushgan edi. Uning gadimni qushlab bir chatga uchirvatdi. Shuningdan keyin Salikaj Elimaxonni Ayshugulning yeniga kirgizmadi. Ko'nichilikdan birini akirib qo'yib, cho'ng kichik taritini shuningga qilishga buyurdi. Ayshugul amalsiz oshchilikli tarat qilg'ashqa uyning ichi purab, nafas og'usiz bo'lib, sesiqchilikda dimoqlari etishib, gallarimi og'rib ketdi. Uning ustiga uyning terisi bo'lmag'ashqa havo almashtirg'ilimi bo'lmaydi. Ayshugul so'laqda ruhiy azobdan boshqa mushundaq sesiqchilikda ishning kunini ko'rvatadi. Shu topda uning bu zindondan qutulib, yiroqlarga jinni ib qochqusi bor edi. Mana bugun uning sulanganligiga 3 kun bo'ldi. Burni sesiqchilikdan boshqa hech nimani sezmas bo'lib qoldi. Atdigan akirib qo'ygan puchuq sag'irnimi bir tishlam ig'ziga sappaqmadi. U buruqturmuliq ichida yig'lab o'ltirganda o'gza paraslashga boshladi. Birisining o'gziga chiqqanligi aniq edi. Birozdan keyin o'gzining tulligidagi yaltiroq shart qilib elitildi. Ayshugul buningdan sal hayron bo'ldi. Kim? Ayshugulning savoliga javob chiqmadi. O'gzi yana bir haza paraslab, yaltiroqni elivatgan tunglikdan bir arg'amchi sangiladi. Tunglikdan arg'amchini sangilatgan Arshidin edi. Arshidin? Xushalliqdan Ayshugulning yuragi qepidan chiqib ketishga tasliq qoldi. Arshidin ovozingni chiqama degan ma'noda barmoqini ig'ziga takkizib qo'ydi. Ondan arg'amchiga esilib, tunglikdan uyning ichiga kirdi. Ikkisi gapmi qilishmay, bir jon bir tan bo'lib, xeyli uzun turdi. Ayshugulning nozik gavdasi suv titrashga boshlaganda, Arshidin uni quchqidan ajratib, o'ziga qaratdi. Judab qopsan Ayshugul. Dadaning nima qilgani bu? Mening so'linib qolganimni kimdan anglading? Anangdan angladim. 2 kun yoqi uyoning atrofidan cho'gilab yurib, seni hech bir talatuzda uchirtamadim. Shu bugun atigandan boshlab anangning kendim poyloqchidek agishib yurib, u etizlikqa mangan chog'da yolg'iz qolgan fursatdan foydalanib, sening nadlikingni so'rdim. Anangdan sening uyga so'lab qo'yilganligini anglabla yeningga keldim. Bunda xatarga tavakkul qilmasliging kerak edi, Arshidin. Dadam ikkimizni mushtabda ko'rib qoladigan bo'lsa, o'ltirib etishdan yonmaydi. Qo'lidan kelganini qilsin. Qo'rqib qilishim yo'q. Seni ko'rib olsamla, qandoq jafo tortsam, men rozi. Faqat bu yerga meni ko'rish uchun keldingmi? Yo'q, undaq emas. Men seni ishtiqa o'xshash xo'rlaydigan bu oildan qutqizib chiqmoqchi. Biz yiroqlarga ketaylik, Ayshugul. Hech kim topolmaydigan, tonimaydigan joylarga ketaylik. Shunda qilaylik, Arshidin. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Oilangdagilarmi choponni yoqasidan tutib kiyayli deb bizning uyga qiz so'rab kelib baqdi. Lekin jahil dadamni qoyil qilolmadi. Endi bizga qochib ketishdan boshqa chora yo'q. Men bugun sen bilan dal mush ishni maslahatlash uchun kelgandim. Amsa hozirdan boshlab ideyangda tayyorlik bo'lsin. Men o'g'illikka kechgacha ozroq pul g'amlab, Aliyotqo bilan seni og'ili kelaman.
Nimandaq vaqtni aqığa sürüp etsen Erşidin. Mening hozirla sen bilan ketkim bor. Ayşegül, burnimizning uchini ko'ribli bir ish qilgan bilan bo'lmaydi. Biz qechib ketsak, xalqning yurtiga musofir bo'lib boramiz. Bundaq joyda na tonish, na urug' tuqqan bo'lmaydi. Faqat pulli bizning har qanday qiyinchiligimizni hal qila oladi. Shunga qiziqqanlik qilmayli. Oilamda qiyinchilik yuz berganini bahona qilib, ustamdan ozroq pul olay. Dadamdanmi ustamga pul lozimkan deb qo'yib, uningdanmi pul olaman. Xalqning yurtiga berib, sening bo'yningni qisib qo'ysam bo'lmaydi-da. Rahmat sana Erşidin. Seni jabboda qo'ydigan bo'ldim. Yo'q, hargiz undaq dema. Mening vaqtim nihoyat qis. Hozir qaytmasam bo'lmaydi. Eli biroz ko'rib qolsam, u chaqda ishimiz chatoq. İkisi bir-biriga ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Ayşegül bu zindandan qutulishni o'ylaganida hayotiga yangidan ma'no qo'shilib, baxt uningga quchqini keng ochgandek bilinib-atadi. Matqurban Kanayning savzini qandoq sug'urish masalasi hal bo'lgan bo'lsa-mu, yana yangi qiyinchiliklar har vaqt uning oldini to'sib turadi. Yangi sug'argan 20 necha mo yana savzini o't besib ketgan bo'lib, vaqtida o'timisa, usul elishdan so'z oshqili bo'lmaydi. O'zi yolg'iz o'taydisa, 10 kundami o'tab bo'lanmaydi. Bundaq uzun so'zilib ketsa, savzining bosh tortishiga nihoyat cho'ng ta'siri bo'ladi. Uning ustiga ikkinchi qatimliq suyga ulgurtib, ximiviy o'g'itda aybamisi bo'lmaydi. Savzini o'tdan chiqamay turib o'g'itlasa, o'g'itning quvvati savziga emas, balki yav o'tcho'plarga boradi. Oxiri u uzoq o'ylanib, bir kun savzini o'tab berguchilarga kuzguchi bo'lgan arliqda 20 kilodan hisoblab, savzi beradiganga va'da qilib, mahalla ichidan 10 necha ayolni yollab savzi o'tatqizdi. Endi savzini o'g'itlash masalasi uni ta'tur qiynab turadi. Yenida yo'q bo'g'ini hajmi alqanchilik. Ammo kuch qudrati nihoyat yuqori bo'lgan puldan iborat bu moddiy bo'yim edi. O'g'iz sotquchilar naq pulni olmay turib, kuzguchi savzi beray deganga unumaydi. Matqurban uyan o'ylab, buyan o'ylab kent boshlig'ini izlab keldi va qiyinchilik ahvolini uningga so'zladi. Ukam, sening bunchalik g'ayratga kammikanmi oson emas. Men bir poch xat yozib berman. Sen osh xatni ilib, yezliq texnik punktiga borgin. Qanchalik o'g'it desang beraverdi. O'g'itning pulini kuzgacha savzangni setib bersan. Rahmat sekretar. Ko'p rahmat. Gapimni bilmay tur. Arzon ko'rib, supatsiz nachar o'g'itni setib olishdan qattiq saqlan, Eti o'g'it deb oldinga kelganni setib olaverma. Ma'qul sekretar. Yana bir gap. Sen bu yil savz terib, mo'l usul ola olsang, cho'ng yig'inda mahallamizdagi dehqonlarning oldida o'zingning egilik tiklash jarayonini, tajribalaringni so'zlab bersan. Hamda ularni boy bo'lishga yetaklaysan. Mushundaq va'da bersanglar, men sening har qanday qiyinchiligingni hal qilib beraman. Ma'qul sekretar. Matqurban sekretar yozib bergan xatni berib, texnika punktidan o'g'iz setib oldi.
Motorning egasiga bergan va'dasi turib, uni chuchuk bo'y yildizi bilan ta'minlashni unutib qolmadi. Uning kunlari shu qadar aldirashchilik ichida o'tdi. 37-chi qism. Qismoqqa tushgan mulun. Mat Qurban sektor yezib bergan xatni opirib, texnika punktidan o'g'iz setib oldi. Motorning egasiga bergan va'dasi turib, uni chuchuk bo'y yildizi bilan ta'minlashni unutib qolmadi. Uning kunlari shu qadar aldirashchilik ichida o'tdi. Mushundaq aldirash yurganidan o'zimi xushal edi. İnsanning o'z g'oyasi, arzusi yo'lda to'kkan mehnatlari, ajrlari hargizmo jafo bilinmaydi. Aks chiqgan ishini shunchalik ma'nilik his qiladi. Qilchilik zarlanish tuyg'usida bo'lmaydi. Mağnisadan ajrashib ketib, uning yo'qligi daslibida ancha bilinmagan bo'lsa-mu, uning ajrashib uzoq o'tmayla Ruzmammat Xo'roz bilan to'y qilmoqchi bo'lganini anglagan Mat To'xtiboqqa puti ko'ygan to'xidek bo'lib, joyida o'ltiranmayli qoldi. U Mağnisani Ruzmammat Xo'rozning qizg'inib atadi. Mana bugun ko'taranmasang sangiltib ol degandek, Mağnisa bilan Ruzmammat Xo'rozning to'yi bo'ldi. Atdigandan boshlab Mat To'xtiboqning ko'zlaridan yosh qurmay, kundashchilik azobida o'tqa tushgan qildek to'lg'andi. Yuragini 100 minglagan yilonchayonlar chiqib olgandek ichishib, og'rib ketdi. Kuch-qudrat yetsa, bugun kech bir yostiqqa bosh qo'ymoqchi bo'lgan ikkisini ko'ydirib, kul qilib atgisi bor edi. Chupramdilar. Ajab yuragimni og'irtishding-a mening. Ashula qilgan yeringga ikki man to'yni bir buzmasam. Mat To'xtiboqqa achchiqida tishlarini g'uchurlatib, shundoq degani bilan ularning to'yini qandoq buzishni bilmaydi. Lekin u ikkisining shundoqla murad maqsadiga yetishiga yo'l qo'yg'usimi yo'q edi. Achchiq muxrikisini kushab shurg'unicha xiyol dengiziga patdi. U arqa-marqa ushyagan muxrikini chekib bo'lgandan keyin o'rnidan turdi. To'g'ri. Shunda qilay. Mashina qilsa, kavobmi ko'ymaydi. Ziqmi ko'ymaydi. Bu chinqi tush bo'lgan chaq bo'lib, o'g'il tarafdagilar kelinchakni ko'chirish uchun ketgan edi. Yigit tarafning uyida faqat qoch-quchlarni yuydigan bir necha ayol bilan qiz tarafning mehmonlariga qo'ydigan, shulla etadigan oshpazlarlar qolgan edi. Mat To'xtiboqqa Ruzmammat Xo'rozning beg'ining keynidan kiribla uyning keyniga yushurindi. Uning yo'lg'on shahida qo'shamdalgan pakar uyning keyin tarafida uyning o'ksini oshirib quruq o't xas do'langan edi. Ish Mat To'xtiboqning kutgandimmi o'ngishliq bo'ladigandek turadi. Yo'q. Hozir o't qo'ysa, to'yga kelgan odamlar ko'p. Bir damli o'chirib bo'ladi. Undan ko'ra
kashkirib ziminini qorong'ulik besishig'i o't qo'ysam, ma'u to'y bo'lgan pasandlar bir bo'lsa o'tni ko'yib o'ladi. Ya bo'lmasa Ro'z Mamat Xo'razning uy makoni ko'lga aylandi. Shu chaqda Magnisaning uy makonsiz qolmaganini bir ko'ray. Matto'xti boqa yomon xiyollarni planlab, asta uyning kaynidan ayrildi. Uyga berib, kashning bo'lishini taqatsizlik bilan kutdi. Kash kirishi mahalladagi bolalar kulki chaqchaq ichida Magnisa bilan Ro'zmamat Xo'razni bir uyga sulab qo'yib qaytib ketishdi. Ova chiroq yo'riqida o'tqashdek julanib turadigan qizil girib ko'ynakning ichidagi Magnisaga xeli iskat kirib qolgan edi. Yatamda. Dedi Ro'zmamat Xo'raz takchidagi jin chiroqni o'chirishga urinib. Magnisa eriga jilmayib qo'yib gap qilmadi. Er xotindarchilikning bo'sug'isidan atlashga urinayotgan shu paytda uyning kaynida bir qor gavda quruq o't cho'plar bilan bu ikkisi yotgan uyni ko'ydirishning halokatchiligida edi. Matto'xti boqa uyning kaynida to'xtamay havshiyotgan qor pistigimi parvo qilmay astag'ina o't cho'p duvisining yeniga yaqinlashdi. Kecha ay qarong'usi bo'g'ashqa hech nimani farq etgili bo'lmaydi. Matto'xti boqa putining uchida dasab o't xaski yiqilishga boshladi. U berib bo'g'ili 5-6 qadam orliq qolganda bir narsaga putlashgandek bo'lib, oldiga guppidi yiqildi. Yiqilishi bilanla chatriqiga kirgan chidog'siz og'riqdan ba ovozini qo'yib etib vaqirdi. Asli ish mana mundaq. Ro'zmamat Xo'razning qo'li qisqa bo'lsa-mu, kaptar beqishga alohida ishtiyoqi bor edi. Lekin uning kaptarxonasiga yaqindan buyon mo'lin kuni bilib, tuxumdan amdili chiqqan boshqalarni yapliqanmay, cho'ng kaptarlarni yab qechib ketadi. Ro'zmamat Xo'raz osh kaptarlarni yegan mo'linni tutish uchun mo'linning chig'ri silib mangan izlariga zanjirli qismoqdan birini qurib, qismoqning zanjirini yulg'un shahida qo'shamdalgan tamga mahkam bog'lab etgan edi. Matto'xti boqining putlashqini bo'lsa, yiliqi qismoqning zanjiri edi. U yiqilganda boshqa joyga emas, dal qismoqning ustiga tushgan edi. Qismoq chashirganda jon yerini qisib, chidog'siz og'ritib etgan edi. Qismoq odatdagi qismoqlardan alohida farqlanadigan bo'lib, ikki tarafdagi qisquchida kuchliq tishi bor edi. Mushundaqmi udul kap qilishni zodin nima deymiz? Ro'zmamat Xo'raz to'y kechisimi uyning kayniga qismoq qurishni unutib qolmabdi. Matto'xti boqimi izlab so'rab yurgandak udul jon yerini qismoqqa chishiltib o'ltirganini nima deymiz? Mushundaq udul kap qilishlar haqiqatan mo kishining hayronligini qo'zg'aydi. Matto'xti boqa yuz obro'yining tushib ketishini bir chetga qayirib qo'yib, ba ovozi bilan to'limoqda edi. Matto'xti boqa amdili so'yga qaynimiga g'arq bo'lgan xotinlarni cho'chitib qo'ydi. Hey, nima ovoz bu? Uyning kaynida birsi vaqiravatgandek qildi-ku. Ha, men mo'lin tutish uchun qismoq qurib qo'ygan. Qaraganda mo'lindan birasi tushgan o'xshaydi. Qismoq zanjirda bog'lab etilgan. Mo'lin eshiya qechib ketamaydi. Atiganda ajirtib etsakmi bo'laverdi. Nada mo'lin bo'ladi? Mo'lin degan odamdek voy jon deb vaqirayalam degan. Darhol chiqib qarab beqmi? Voy, cho'nak yerim bo'lganda tushib ketadigan bo'ldim-da hamda. Ro'zmamat Xo'raz g'udirg'inicha kiyimlarini kiyib taloga chiqdi.
Uyning keynida Mattoqti boqa jon yeri qisib olingan qismoqni ajratamay, mador yetmay, vayjallab yotadi. Uning vayjallagan ovozini anglagan Ro'zmamad Xo'roz uning kimligini bilib bo'lgan bo'lsa-mu, yana xupsanlik qilib so'radi. Qaysing bu? Nemi tug'amagan xotindek uyimni kendi injiqlab yotsan? Vaja. Sen de kuşup kalay. Derhal kısmakla açırtı etkine. Vaja. Ro'zmamad Xo'roz yanchuqidan sarangini ilib yondirib, Mattoqti boqining holatiga pixildab kulib ketdi. Biroz kulib bo'lgandan keyin o'zini to'xtatolmagan holda dedi. Voy adishoy. Qarq kelmas o'tmas pichoqdan biraqli qutulay dedingmi nima? Qarab turib, qismoqni qurg'a yakibmi yatamsil deyman. Boshqa ishga asqatmasmi? Sevgili bo'lsa asqatirgan narsa bu. Adaş, sen de kuşup kalay. Çakçığını hele kılıp, benim maha balağın kısmakını azat kıp koy. Hey, cinim bekilip gitti. Vaja. Ro'zmamad Xo'roz qismoqni elvatgan chaqdimi, Mattoqti boqa vayjallashdan to'xtamadi. Nemish bo'g'anligi qiziqib, uyning keyniga mangnisami chiqqan edi. Laqimingni buqi bo'lgandikan, buqiga loyiq bir ish qilsanglar nima bo'ladi deyman. To'y bo'lgan er-xotinning o'jirsini marab yuradiganqa, ya biz sizlar kichik bola bo'lmasanglar. Mattoqti boqa jon yerining og'riqi bilan qolganda, bundoq gaplarga javob berishga nadimi holi bo'lsin. Ay, qopon o'rningdan ey. Tug'ut xotindek yatmay. Ay. Ro'zmamad Xo'roz shundoq deb Mattoqtining qo'lini tortib turg'izmoqchi bo'lgan edi. Mattoqti vayjallab o'rnidan turolmadi. Ro'zmamad Xo'roz yana bir qitim sarangini yiqib qarab, Mattoqtining chatirqidagi qonni ko'rib, cho'chib ketdi. Voy, ablah ishchataq. Darhol harvini qo'shib, Mattoqtini doktorxonaga apirayli. Ro'zmamad Xo'roz Mattoqtiga bir ish bo'lib qolsa, qismoqni o'zi qurg'anlik uchun mas'uliyat kap qolamu deganni o'ylagan edi. Xo'roz chillashga oz qolgan vaqtda Ro'zmamad bilan Magnisa Mattoqtini yezliq doktorxonaga elib keldi. Ular doktorxonaga yetib kelib, olam yurganda, ondan doktorlar ishga tushdi. 2 soat o'tgandan keyin doktorlar uni elib chiqdi. Bemorning yarısını tozalab tengib qo'ydik. Bir haftagacha kunda bir qitim tengib almashtirg'ili doktorxonaga kelmasa bo'lmaydi. Biz yezib bergan yolli qaytirish dorisini unutib qolmay vaqtida ishsin. Hozir bemorni ep qaysanglar bo'ladi. Ayol ikkisi Mattoqti boqini harviga besib, uyiga epmangdi. Mattoqti boqa burunqa qaraganda xeli tiriklashib qolgan bo'g'ashqa eshak harvisida ketib o'tib, gap qag'ashmangdi. Doktorun gepini ishkilami anladыңlar. Ben her gün bir qitim tengik almashtırgılı doktorxonaga keldikanman. Ben hazır uyda tikandek yalg'iz. Ben saqayib bo'g'icha, Magnisa inim turib, olimdan xabar olsin. Voy adishoy, nemi ko'rib qoldingmi meni? Mao xotin to'y qita olgan kundan boshlab mening xususiy xotinim bo'ldi. Kollektivning emas. İnsondachilikda qonga qizilmiz sepgan bu vaqtdek yig'lab yotsanglar, doktorxonaga kelsak, endi xotinimni qo'shib beramdim sizlarga? Xotinim deb ketgini degi. Ey, mening xotim Tobron. 10 yilman xotim bo'lgandan keyin, yana bir hafta men saqayguncha uyim tursin nima bo'pti? Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. U chaq bilan bu chaqning farqi bor. Mahapqisi xo'rozning gaplariga nima deyamdi? Yavaşlıkça gepimga kirmasanglar, uyingning kayniga qismat qurganga to'ysizlar, men deb qo'yay. Sizlar odam qaslash uchun qismat qurgan jinoyatchi bo'lib qolsizlar vaqt kelganda. Qiziq gap qildiq adashgansan-da sen. Men odam qaslaydiganga qismoqni Avot bozorining qaq o'tirsiq qurganim yo'q. Faqat kattallarimni yeb ketgan mo'lunni tutish uchun qismoqni uyimning kayniga soldim. Shuningmi, men javobgar bo'lamdim hamda. Uyingning kayni qismoq sog'inini bilgan bo'lsam, kim aytdim menmi? Aras. Sen tunugin kechda uyimning kaynida timiz qilib, nima ish qilay degan? Mundaq qarab baqay deb kelgan shu mundaqlam. To'y ketsa hujurma araydigan qiliqni kimdan o'rgangansan sen, ha? Qismoq jon yeringni qisib, ajab yaxshi qilibdi. Uzvatmabdi tayinliq. Shum eg'iz o'g'ri.
Ağzından pok ekitme deyman. Hilbeka, ha? Hilbeka qanday qiladi? Bu pichivatgan buqa. Sana gapning rostini qilay. Doktorxonaga o'zingni bor. Buningdan keyin bizni avar qiluvchi bo'lma. Bu gap bilan Maddoxti boqining zuvoni tutildi. Salikaj 3 chorak qo'noqni yudib, Urayim Postakning tugminiga tortish uchun ip keldi. Urayim Postak xotini Chinarxon o'lib ketgandan keyin faqat 3 kunlik tugmanni taqadi. 4-kundan boshlab xalqning so'z-so'chkiga qaramay tugmanni echib, o'gitini tortib yubordi. Salihaxon, o'gitni Maviya qo'yinglar, Maviyaga. Maviyaga jinglaymiz. Dedi Urayim Postak tugmanning ishkidan bir xalta qo'noqni yudib kirgan Salikajni ko'rib. Salikaj Urayim Postakning deganidek qo'noqni tarozining ustiga qo'ydi. Urayim aqnodash, bizga qachonlar navbat tegib qola? 2-3 kundan keyin bir qaranglar tugmanga. Hozir bir qo'noqning majlisini berib o'tib ketib, ha? Ondaq demang Urayim aqon. Uyda cho'rt un yo'q deyma. Bugün onu tatıp nan yıkıp yemesek aç kalımız. 38. qism. Kutilmagan omad. Urayim aqnodash, bizga qachonlar navbat tegib qola? 2-3 kundan keyin bir qaranglar tugmanga. Hozir bir qo'noqning majlisini berib o'tib ketib, ha? Ondaq demang Urayim aqon. Uyda cho'rt un yo'q deyma. Bugün onu tatıp nan yıkıp yemesek aç kalımız. Şundaqdimi adash? 3 chorak qo'noqqa 2-3 kun saqlab yatsam qamlashmas? Birasning navbatini arlab bo'lsimi? Menikin tatib basani qanday qilaki deyman. Tugmanga berib baxmagan odamda gap qildikansizlar Salihaxon. O'git mayli oz bo'lsin yoki jiq bo'lsin, navbat kelganda tatadigan gap. İştiganni lilla qilmasak bo'lmaydi. Maylamsa. Asli uydagi mazmun xotin burroq untugdi deb zumonni ochgan bo'lsa, burroq epkilatdim men o'gitni. Ayshigul degan argitakudek bo'lgan taptalma qashriqning unda qishlarning tugal kari yo'q ayna. Salikajning og'zidan Ayshigulning gapi chiqishi bilan tang Urayim Postakning yuraklari o'ynab ketdi. Uroq nursiz chiroyga kulki yugurdi. Salihaxon, bundaq varang-churungda turmay, menla ishchiga kirib gaplashimiz. Urayim Postak Salikajning qo'lidan tortib, tugmanning to'ridagi o'git besilib qolgan vaqtlarda yetib qo'padigan uyga boshlab akirdi. Salihaxon, sizning bo'yiga yetgan bir qizing bo'ldi-ga ras. Bormi ash qizinglar? Bo'lmay bir biroz kip ip qosolamta. Albatta bor. Qo'yslar adash, bola kichik bo'ldi bola ekan juma. Voy, baq xaplik yomon sikildan bo'ldi bu qiz. Qandoq deysizlar Salihaxon? Nemisini so'raysizlar, Urayim aqon. Bola degan kichik chaqdili bola ekan juma. Ko'ngli bo'ldimi? Mao beshinglarga bola bo'ldi ekan bola. Ayshigul degan sap o'qib ketgan sarang odam chiqmagandek. Madsavur Maddoxning kuchki arshidim bilan optigishdigan bu yuribdi. Achchig'imga paylamay uyga 4 kun solab qo'ydim toza. Habballe taz balan qipsizlar. Unda qo'ngga qarab gap deb yuradigan qalandalarning pushti sizlardak tegi takti pokiz odamlarning avlodlariga mos kelmaydi. Kishilar sizning isminglarni anglasa, qilishayotgan paringni shu hamon to'xtatdi. Lekin Madsavur Maddoxni-chi hech kim nazarga ilibmi qo'ymaydi.
Salikaj Urayim Postakni sababsizli meni maqtavatıdı deb o'ylab, xushalliqidan qin-qiniga patmayvatadi. Shunda qilib Ayshugul qizni Masavur Maddohning o'g'liga bermaydigan bo'ldim danglar. Onunğa hargiz qiz bermayman. Anqalaqla. Lekin ma qiz bal degan xam go'shning o'rnidagi narsa. İpidi loyiq uçursa tezroq to'yni qilib atmasam, ichidan buzlamdikin deyman. Obdan. Pishqan qo'g'in bergida turmaydi. Qiz bal deganni tezroq yatliq qilib atgan yaxshi. Gepingning o'randan qaraganda bu ishda ko'nglingda samba o'xshamamdi. Hozircha yo'q. Taqdir o'zi bilib bir yerda qo'yaqin. Shu. Aldirab nima kepti? Aldirmig'liq. Urayim Postak Ayshugulning beshining bog'liqlik emas ekanligini bilgandan keyin gapni na'dan boshlashni bilolmay o'ltirib qoldi. Bo'pti. Amsa shunday bo'lsin Urayim axon, qaytay. Qo'noqni amalva. Tezroq tortib berasizlar, juma. Salika shundoq deb chiqib ketish uchun ikki tarafga qarab mandi. Urayim Postak uni chiqib ketgili qo'ymay, qo'llaridan tortib joyiga o'ltirg'izdi. Nega oldiraysiz deyma? Parangning qiziq yeriga amdi keldi. Gepingni o'zi g'ash-g'ash danglamsa. Qizingliga obdayadin loyiq ba. Xohlasanglar pat arda, uyinglarda to'y nag'masi yangraydi. Salikaj bu loyiqni masdiq deb qiyos qilib bo'ldi. Salikajmo Urayim Postakning haddidan ziyoda piqsiqligini yoqtirmasimi, lekin uning mushu mahalla bo'yicha eng boy ekanligiga to'lima havas qiladi. Shunga Urayim Postak qiz so'rab kirsa, ikkilanmay berib yetadi. Urayim axon, men qizimni be uyga o'ttir-turi qilmayman. İpidi şu biraz uçqasa, bishni qo'shib qo'yib, zimmamdagi mas'uliyatni ado qilimi shu. Habballa, mana mal gepingni joyida. Endi o'zinglarningmi xabari bor. Bolarimning onasi o'lib ketib, men tikandek yolg'iz qoldim. Tapqan dunyo ovqatlarimmi yetkichi bor. Shunga qizinglar mening xizmatimda bo'lib, osh tamqimni etib berib o'ltirsinmikin degan umiddaman. Urayim axon, o'ltamga eshak tepgandek pasarlıqda moza yugurib chiqqandek bir anglab qoldi ya ma gap qilg'imga. Seni saqmo ya? Kecha untatib, hozir uxlab qilib, jo'ylib qoldimi? Nadiki gapni qilmanglar. Qizingni alay deganim rost mening. Sizlar mening qiynatan bo'lasizlar. Ma gapni ko'ring. Sizlar mendan ishga cho'ntirsanglar, men sizga qiynata olamdim deqa? Men qiynata bo'lsanglar nima ish bo'lmoqda? Artıq dövlət beşingni yamaydigan do adaş silninki. Dolungni aptab ko'rib, qo'zingni yaqib toludu Men qiynatib bo'lsanglar. Xushal bo'lmoqda yo'q, davatgan gapini. Sizda qayr o'g'ri qiz verib, xush bo'lamanmi tek, Anlamaganmi? Qo'noq pissa, madik qatar, er kishi qirsa, zadike deginne. Yo'q gapni qo'yinglar, Urayim axon. Qozonda nima bo'lsa cho'mish kuch chiqdi. O'g'in qizimning ko'nglini olamay, boshqalarga yam qilib o'ltamsanglarga mayli to'g'ri. Anda lat qasqas o'g'illarga o'xshamaymiz biz. Tomirimizda bor-ku, eqiyotqini erkakning qini. Ular shundoq deb paranglashib turgan vaqtda tugmanga ochliq elib kelgan uguchidan birisi eshikni ichib kirdi. U kishi g'iz ichib bo'g'icha Urayim Postak chichangshib ketdi. Voy, chiqira adash. Shimoliqni ko'mdingmi? Gapning beliga tepib, taloq chiqib tura menga birdam. Urayim Postak u kishini chiqirib atgandan keyin o'z gapiga qaytib keldi. Hamsa Saliq adash, shundoq bo'lsin. Lekin to'yliq kelganda qatti ko'zimni kichik qilmayman. Men sizlarga rost gapimni dey Urayim axon. Qarab turib, o'zingning qizdek birisini xotinlikqa olaman deb yursanglar, kulkiga qolasizlar. Ayshugulni sizlarga emas. Rost gap qilsam, o'g'linglar matsizlikqa olib berman desanglar, men yo'q demayman. Sizlarmi o'zingizdan 20 necha yosh kichik birisini olaman demasanglarmi? Mahallada sizlarga tushkudek tul xotinlar jiqdayman.
Masalan, almagan boz, havagan cheket, ay... Aha, qo'yinglar adishu. Men ularni alay degan bo'lsam, sizlarga sang'udakmi san tegmaydi. Men shuncha dapi dunyoning ichida o'ltirgan Urayim postak turib, xalqdan oshqan tashqan birasini olamanmi? Sizlarga shuni deb qo'yay Saliyaxon. Qizinglarga mening nazar ko'zimning tushkini, beshinglarga omad qushining qo'nig'ini. Meni qiyr ko'rib yaratmay, yashiroq birga qizingni badinglarmi deyli. Mendek 9 tal qo'lini naga sunsi shiyaga yetadigan birisi uchramdi deyman. Qizingni menga bersanglar, et bayram kelsa, paxlandan birini so'yib oldinglarga salomga boraman. Bug'doy qo'noq tatqizmoqchi bo'lsanglar, tugminimning ishiga sizlar uchun har vaqt ochiq. Undan boshqa terlig'i yerimdan hosil olgan vaqtimdimi, silni unutib qolmayman. Urayim postakning gaplari Salikajga asta ta'sir qilmoqda edi. U o'ylagan siri Ayshugulni Urayim postakka bersa, oqillik bo'ldigandek his qilib qoldi. Xuddi Ayshugulning baxti Urayim postakning qo'lida puraklab ichiladigandekla. Ben o'yinni piqib, atigi bir narsa, ha? Saliyaxon, sizni xeyli bir keskin ish qildigan o'g'il bola deb yursam, qilgan qiliqinglar hech o'zingizga o'xshamay qoldi ya. Qaraganda sizlarmi xotiningizdan so'ramasanglar, o'zingni pichib, o'zingni tikanmaydigan o'xshaysizlar, ha? Undaq deganim emas. Bu degan eshak o'yin emas, Uraymaxon. Umr sodisi bu. Shu manda bir o'yinni bir ish qildi adishim. Ma'qulamsa, yuringlar. Men qo'niqingni hozir tatib beray. Urayim postak tugmanning xampisidagi boshqalarning qo'niqini g'alvir bilan elib pokizlab bo'lgandan keyin Salikajning qo'niqini xampiga qo'ydi. Qo'noqni tatib bo'lgandan keyin Salikajdan ahmi ammay yo'lga sap qo'ydi. Erining bagan azallari jendin o'tib ketgan Havzugulning savr qochisi to'shdi. Matqosim uningdan ya ajrish qo'shilmadi, ya illiq chiroy oshmadi. Matqosim uningga biror ig'iz uchuq gap qilish tugul, u quyib bergan biror piyola choynimi ichmaydi. Bundaq oilda bir er kishi bilan uy tutib o'tirish, bir ayol kishi uchun aytganda ko'tirib qo'pqusiz ahonat edi. Bugün atdiganda Havzugul aradagi adovatni tugutish uchun o'rindan sahar turib, bir chaynak choy damlab, dasturxon rasladi. Ondan balasi bilan Matqosimni uyg'otdi. Matqosim, turinga o'rningizdan choy damlab tayyor qildim. Sening meniyat qilingni damlagan chayingni ichimdim men. Yilg'u menkan, ichmaydi undaq chayingni. Bu gap iridan kechirim so'rab, ilgirki o'tkazgan xatoliqining o'rnini to'ldirib, o'tinmoqchi bo'lgan Havzugulning barliq o'ylarini suvga chilashtirdi. Hadislar xatoliqlarini tishlab tortib, uning yuragini zida qilishi Cho'kanning savr qochisini to'shqizdi. Bir eg'iz gapning ikkinchisiga borganda og'zini buzib, buzuqdan buzuq silib tillashlari. Kiyim-kechakni g'o demayli turayli. Yemek içmekten mıqsib, ta'tur qiynishi haqiqatan bu oildan rayni qaytirib qo'ygan edi. Havzugul og'zi dabbaqini bilan Matqosimdan ajrashib ketsa, yar yo'laksiz ko'chada qoladi. Ota-onasi kichigida o'lib ketgan bo'g'achqa, bu mo'millarning qo'lida cho'ng bo'lgan. Bu mo'millari Havzugulning to'yi bo'lgan yili o'lib ketgan. Havzugulning bir tuqqan ikki aksi bo'lsa-mu, aksining xotinlari uni uyiga patqizmaydi. U bu uydan chiqib ketsa, Nativan tinni nalarda xarqib yuriydi. Havzugul mushlarni o'ylig'inda ko'ngli yerim bo'ladi. U turibla Imin Shangyuni aslab qoldi. U qiri bo'lsa-mu, Havzugulga yar yo'lak bo'lib o'talaydi. Uning ustiga u bo'ytaq. Amini xotin kishiga hojati tushidi.
Emin Shangyu uning bilan birga o'tishga qo'shilsa, u arz qilib bo'lsa-mu, Matqosimdan ajrashadi. U oxirgi umidini Emin Shangyuga bag'ishlab, Matqosim yo'rg'idan ajrashgandan keyin qolgan umrini uning bilan o'tkazish qaroriga keldi. Chunki shundoq qilmasa, uning boshqa chiqish yo'li yo'q edi. Matqosimning uyida itdak bir umr xorinib o'tadi. Emin Shangyudak bir qirning o'zini ishkilanmay xotin qilishig'imi ishonchi bo'lg'ashqa, Avzugul zo'r umid ichida Emin Shangyuni izlab bordi. Ko'p kunduzda biroz ko'rib qolamo deb ansirabmi yurmasdan udol darvozadan kirivadi. U o'yliga kirganda Emin Shangyu Katmanning dastiga shirni qiqib o'ltiradi. U o'yliga kirgan Havzugulni ko'rib, shahvatxo'rlik nazari bilan qaravatgandan keyin chaqchaq qilib ulgurdi. Katmanning shenlarini yaxshilab, saplarini tiklab tayyor bo'lganda Katmanni ishiltadigan yami o'zligidan oldimda paydo bo'libdi mana. Bilemsiz Emin. Men Matqosim bilan ajrashib ketadigan bo'ldim. Mundaqdan. Yaxshi bo'pti, juma. Mushkamlarda Matqosim axunning ahli gajgisiga o'tib qolgan chig'i, boy bo'lay desang otni setib qo'y qil, gaday bo'lay desang xotin qo'yib berib to'y qil deganni anglamagan o'xshaydi u. Bo'pti, o'zning ko'ngli. Umu ko'kning qardi ushmaydi. Siz bilan o'xshash yadi mangada. Emin Shangyuning degan gap shu bo'ldi. Avzugul uningdan o'zi kutgan javobning chiqmaganidan xijolat bo'lib turgan shu vaqtda Emin Shangyu yana ig'iz ochdi. Bak urib ketmay, menga o'y kirli. Birozdan keyin miskin ko'nglingizni opdapdak yo'riq qilib yetaman deyman. Matqosimdan ajrashib ketsingizmi, men sizni zeriktirib qo'ymayman. Menga Avzugul mishildab yig'lashga boshladi. Otuz 39 qism. Cho'q satmidiki Niyoz Qarlig'ach. Avzugul mishildab yig'lashga boshladi. Voy, yig'laysiz-ku. Degan gaplarim yurakingizga tekkan o'xshamamda. Texi men sizni Matqosimdan ajrashib ketsam, menga bangi yo'rlikda bo'ladi deb o'ylabdi ekanman. Lekin siz qig'liqni qipla, o'rdak suv yo'qmagandek o'zingizga hech nima yo'qtirmaydi ekansiz. Enamoy, qig'liqni qilaverib tugidek men nima qildim sizga? Yana jim turmasa yib o'tkizgil bo'ladimi, xonim? Hamda dasmoyingiz g'altak tushib, eringizga arzutanmigidek o'tmas melingizni menga zo'rlab tangmoqchimi, ha? O'tmas mata zo'rlab sata degandek. Bo'ldi, men unda qattiq gap qilma. Hozir mening ko'nglim bekli vayrona. Asli sizni Matqosimga qaraganda xeyli jigri bor, erkak ko'rib borlig'imni beg'ishlab tikanman. Avzugul gapining oxirini davomlashtirolmay yugurganicha Emin Shangyuning hovlisidan chiqib ketdi. U burun erining oldida xarilinib yosh to'kkan bo'lsa, mana endi eriga xiyonat qilgani uchun hasrat nadomat, o'kinish yoshlarini to'kib atadi. Erining xo'rlishi qaraganda Emin Shangyuda qizil ko'zning shirin suxan so'zlariga aldinib, xiyonat ko'chasiga boshlab kirib ketganligidan vijdoni qattiq o'rtinadi. U mishildab yig'ilganicha mengib, tik bir qiyoning liviga kap qoldi. To'rt atrofning hammasi tigi yo'q hang edi. Uni bu hangdan qutqizadigan, qisqasi uningga yesdoshlik nazari bilan qaraydigan hech kim yo'q edi.
Dadısının tügmən ketken vaqtidan paydalanıp, anısının yardım bilan Ayşugül baqqa hava yigili chiqqan edi. U bağның burjigidagi Yarmish Abdullani ishtaha bilan yavatqanda, beg'ining yendiki yo'ldan yo'g'an bir aptap parasini ko'tarib mangan Gülayimni uchirtib qoldi. Uyga solangandan buyon ichi siqilib, boshqalar bilan paranglashqisi kelgan Ayşugül Gülayimni chaqirdi. Gülayim acha. Gülayim acha. Gülayim atrofga bir qo'r ko'z yugurtib o'tgandan keyin bağның burjigidan o'zini chaqirayotgan Ayşugülni ko'rdi. Ayşugül bilan Gülayimni ancha yaqin do'stlardan deb ketgili bo'lmasimi, bir-birini ko'misi qari bo'lmaydigan. Ko'rsa, oli qanmaydiganlardan edi. Çınarxan anamның o'lib ketgandan ko'nglim bekmi yerim bo'ldi. Uyingizga patilab boray desam, men hamma ishdan xabar topdim singlim. Dadam Arshidin ikkimizning ishiga qo'shilmadi. Undaqda Arshidin bilan bu yaqinda ko'rishib baqdingmi? Ha, tunigun ko'rishdim. Undaqda ikkinglar bir-biringlarni bek yaxshi ko'rdikansizlar-da? Albatta. Men sizga bir gapni dey acha. Hech kimga demangchi-mi? Arshidin ikkimiz bugun kechda qochib ketmoqchi bo'lyapmiz. Shunda qilmasak, har ikkalamiz tog'da qolgudekmiz. Gülayimning esiga to'satdan do'qmishdagi do'kon oldidagi 3 g'ayvat xotinning gaplari keldi. Saddi Gülayim Ayşugülga yaxshilik qilish niyatida xotinlarning ig'izdan 20 necha yil oldidagi Salikaj bilan Potamxonning voqeasini so'zlab berdi. Bu gaplarni anglab Ayşugül o'z quloqlariga ishonmayli qoldi. Tapinidan kirgan bir o't cho'qisidan chiqdi. Nimalarni deydigansiz acha? Men Arshidin bilan dadi bir, ona boshqa bir tuqqan chiqib qoldimmi? O xotinlarning gaplari rasmidi acha? Men o'zim anglag'inimni senga da'vatman singlim. Qanday qilishni o'zing bil. Agar sizlar rostli bir tuqqan chiqib qolsanglar, o'rnini to'ldirg'isiz pushaymonga qolasizlar. Nima kegilik bu menga? Ya dadamdan bu ishning sababini tek so'rg'ilib olmagan. Ishlar aniqlanib bo'lguncha sen Arshidin bilan qochib ketishni eng yaxshisi o'ylashmay tur. Keyin pushaymonni oladiganga qach topolmay qolmagan yana. Men bu ishni onamdan so'rab boqaymikin deyman. Mayli shunda qil. Balkim dadang bishidan o'tkazgan kechirmishlarni onangga so'zlab bergan bo'lishi mumkin. Ayşugül Gülayim bilan xo'shlashishni unutib, onasining qeshig'iga yugurdi. Onasi uyning oldidagi eriqning bo'yida kir yuvishga tayyorlik qilayotgan edi. Ana, sizdan bir gapni so'ray. Menga samimiylik bilan javob bering, ma'qulmi? Qandoq gapdi qizim? So'ravagin. Gipani deb bo'lib tezroq uyga kirib ketmasang, dadangning keladigan vaqti bo'lay dedi. Ana, dadam siz bilan to'y qilishdan burun Arshidinning onasi Potamxon bilan abdi ishadigan bo'lib yurganmi? Men shundaqroq anglagan. Tafsilotini toza aniq bilmaydi ekanman. Ajab, buni so'rab qolding-ku qizim. Men mundaqla so'rab qo'ydim. Sen sebepsizla bu ishlarni so'rab yurmayding. Nimaga so'rab qolding? Ana, kishilar Arshidinni dadamning bolasi deydi-ki. Nima? Kim shundoq deydi? Mahalladagilar. Ilimxon yaqasini tutqunicha turib qoldi. Eri Salikajning yangi to'y qilgan vaqtlarda necha qatim kechasi jo'ylab Potamxon deb jo'ylaganligini biladi. Shu chaqda Ilimxon erining Potamxon bilan odatdagidek munosabat yo'qligini qiyos qilgan bo'lsa-mu, eridan qo'rqib so'rayolmagan. Mana endi u qiyosiga asosan Arshidinni o'z erining pushtidan bo'lgan bolasi deb hukm chiqadi. Qizim, o'z vaqtida Potamxon bilan dadang xeyli vaqtlar so'rishib yurgan. Meningcha bo'lgandimi, Arshidinning dadangning bolasi bo'lishi ehtimolga yaqin. Shung sen eng yaxshisi uningdan munosabatingni o'zgin qizim. Ayşugül varrada yig'lig'inicha uyga yugurib kirib ketdi. Qizning yuragi qo'qas qo'ygandek ichib og'rimoqda. Rahimsiz reallikni qabul qilish uningga haqiqatan ta's keldi.
o'zi hech ishni xato qilmay turib, nimishqa cho'nglar o'tkazgan xatolikning badalini to'laydi. Buni hech aqliga sig'dirolmayotadi. Ayshugul o'pkidab yig'lig'inicha yiqib ketdi. Onasining tasalli berishimi kar qilmadi. Rahimsiz dunyo. Bo'ldi. Ayshugul davomliq yig'laversin. Biz uningga keyincha tasalli berib to'xtatib olamiz. Endi gapni Urayim Postakning qizi Gulayimdan anglaymiz. Gulayim Ayshugul bilan biroz paranglashgandan keyin uyga kelib, onasi o'z qo'li bilan tergan oftob parasga qarab, bir haza ko'z yoshi qildi. Turupla uning esiga Niyoz Qarlig'ach keldi. Niyoz Qarlig'ach Gulayim bilan bir qatim chaklangan mevaga ig'iz tekkandan keyin ikkinchi qatim qarisinimi ko'rsatmadi. Gulayimning buningga ochiq kelib, Niyoz Qarlig'achni izlab bormoqchi bo'ldi. Voy, nima deb uni izlab boraman? Uningga maylim tushib qilib, to'y qilishni o'ylashyaptimi? U menga chiqilib qo'ygan uchun badal to'latgilimi yoki uningga qilgan ishiga ega bo'ldingilimi? Ajoyib ish bu. Nima deb odam chiqmagandek, shu paytimizni so'rilib qolgan Abdal qalandardan farqi yo'q birisiga o'zimni tutib berib yurgandimi? Voy isi, menmi odam bo'ldimmi? Keyinchi bir has bilan turmush qursam, uningga qaysi yuzim bilan qarayman? Nimishqa shu bir qadamni o'ylashib bosmagandimi? Gulayim mishildab yig'lashga boshladi. Bir qatimliq bexaslik qilib qo'ygandan to'limi o'kindi. Onasining o'limidan keyin o'zini boshpanasiz qolgandek his qilib, bu ishlarni yuragidan ketmaydigan bo'lib qoldi. Gulayim qanday qilish to'g'risida bir haza o'ylanib, Niyoz Qarlig'achni yanada izlab berish niyatiga keldi. Qaraganda bundan keyingi turmushim aşı joldur kepen o'qirga bog'langan o'qishimamdi. Dastlabda ish bitimni bo'lganman. Endi endi birisiga saqtiliq qilib, qandaqmi ko'zini bo'yab o'talaman. Gulayim dadasining ko'rib qilishidan qo'rqib, cho'ng yo'ldan mangmadi. Chunki dadasining tugmini cho'ng yo'lning bo'yida bo'g'ashqa, u etizlikning o'tirisidagi yo'l bilan mangdi. Niyoz Qarlig'achning uyi mahallaning eng chetidagi yo'g'on bir tup yong'oqning ostida bo'lib, o'tirayotgan uyda odam turdi desa, birisi hargiz ishonmaydi. Uqmaganlar uni mal so'laydigan eg'ilmikin deb o'ylaydi. Burun Gulayim uning chuvuq kapsini yo'ldan o'tib ko'rgan bo'g'ashqa, bunchalik vayron ekanligini bilmaydi. O'zini yapgan ko'nlatlarmi cho'risidan sanglab bayroqdek uchib turadi. Gulayim uning uyining oldiga kelib, ko'ngli elishdi. Nemandaq vayrani yuradigan Abdal bu. Taq turqi vayrani yetib qopayotgan joyi uningdimi vayron ekan-ku. U to'pidan qo'pirilgan kapining yeniga keldi. Kapining g'araga o'xshaydigan ishki qip-qizil sho'yni bilan tingib qo'yilgan edi. Demak, bu kapining ichida odam yo'qligini bildiradi. U Niyoz Qarlig'achni qandoq tepishni bilmay turganda yaqinli joydan xo'rak ovozi anglandi. Xo'rak ovozi kapidan ancha yiroq bo'lmagan eriqning ichidagi quyuq o'sgan ujmining tuvidan chiqib o'tadi. Dal o'sha eriq ichidagi ujmining tuvida Niyoz Qarlig'ach putini egiz, kallasini past qilib, xo'rakning yo'g'inni tortib uxlab o'tadi.
Gülayim Niyaz Qarlığaçның bu turquni ko'rib, so'ng'ida kulib-atdi. Uningga qaragan siri ko'ngli elishdi. Yüz gözlerini qasmaq besib ketgan Niyaz Qarlığaç iriq ishidagi bu so'pig'i bilanginicha og'ziga chivillar chichib qo'ysimi, hech nimani sezmay, xo'rak tortish bilan avora edi. Adamni nemancha yergan turdiganda bu nima? Ketaychi bo'ldi. Gülayim 2 qadam keyniga yenib bo'lib, yana qaytib kelib, Niyaz Qarlığaçni puti bilan noqib, ming balada o'yg'atdi. Ne bo'ldi? Qaysingga meni tepgan? Oy jon. Dedi Niyaz Qarlığaç chapaq ko'zlarini taslikda echib. Kirib esib ketgan ko'zlaringizni yo'g'on bir echib qarang. Kimkanman? Oy. Gülayim xenimkan qo. Tinikin kecha nimandaq tushimga kirdik ekan desam, bugun didorlashganimizdan oldin berilgan bishoratkan emasmi? Shundaqmi yo'qab ketamsiz deyman Gülayim? Ağzınızdan şumu? Bu vicdansız. Anam ölüp ketkendan keyin meni bir qatim izlab qo'ymadingiz. Dunyoda sizdekmi odam bo'lamda? Men shu izda degan, lekin nima? Ha? Nima lekin? Avu Davut Torg'uning saman tiqqan tag'ada kelangsiz xotini bilan ikkimizni Davut Torg'u tutulib qo'qitgandan beri sizni izlab berishdan sal qo'rqadigan bo'lib qoldim. Nima? Sen tap yüz oğri. Şu Davut Torg'uning xotinig'imi qanot so'rab yurdingmi tehi? Esat, sen qalanlarga qilgan aqidam. Ay Gülayim xenem yig'lamang. Men uning bilan qanot so'rishib yurmagan. Faqat Davut Torg'u ishimni qilishpa degachga bo'lgan. Menglashganning undaq niyati borligini men nadim bilay. Undaq niyati bo'lgan taqdirdimi mening yenimda bulbuldek noziba, qahratondim yoziba, tomochiqdek dilbardim birsi batursa. Gapga ustilg'ini bu o'g'irning. Bu yerda turmay, g'erib kapamga qadam tashrif qiling xenim. Ko'ngilchayimga daxil bo'lib ketmasangiz qanday bo'ladi? Niyaz, siz uylanishni o'ylab baqdingizmi? O'ylamay qolamdim. Uyimning oldidagi eriqda paqalarning juplashganini ko'rsammi, sho'lgimni iqtib o'tirgan bo'lib ketdim hozir. Öğrenkim keldi deb, ya bir mahalle komitetidagi kanayda tovlashning o'rni yo'q ekan qarang. Anam bilan dadamdan qolgan dasmoyam mushu ekan deb, chatirqimni changallab bag'am bilan haq qizni bermaydi ekan menga. Qirqinchi qism. Matkirim Sho'pakning hayvisi. Qarsam, o'zingiz yosh, put-qo'lingiz saqkan Niyaz. Nemishqa o'zingizni qarqig'icha kuchingizni qarqamaysiz? Terilg'o yerimni Davut Torg'u o'zining qilib olgan. Mening qo'limdan dehqonchilik qilishdan boshqa hech ish kelmagachga, boshqalarning yuguritim ishlarini qilib berib kun o'tkazdim. Ular menga ancha-muncha yigidek issiq tomoq ham pulmi berdi. Men pul berganlarni beribdi dedim. Bermaganlardan nemishqa pul bermading deb suylabmi yurmadim. Keyincha xalqlar meni pulmi bermay bekorga ishlatgan bo'lib oldi. Men qo'sig'im oshqanmisila bunig'imi bo'pti dedim. Lekin vaqt uzargan sari bundaq bekorga ishlash menga xush yoqmaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan mushundaq bekor talatlarning sepiga qo'shilib ketdim. Bu mahalladan chiqib ketib, kunlik madikar ishlasangizmi, uningdan yaxshiroq kun ola olaytingiz-ku? Siz uqmaysiz Gülayim xenem. Menga bu mahallaning bir chimdim tuprog'i tutiya bilinadi. Ota-bobom tug'ilib o'sgan bu joydan ketib nagimi boraman men? Qaranga topgan bahanangizni. Pul topgandan keyin yana qaytib kelsangiz bo'ladi-ku. Sizdan yana bir qatim so'rab baqay. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Gülayim, chaqchaq qilmayotgansiz-a? Siz menga tegsangiz tezakka gul sanjib qo'ygandek shunmamda. Eshak ko'ngling chissa, eg'ildi yotmay amal yo'q degan gapni siz degan.
Mənchi bozğu sizni asam, tuyuqsizlik g'oyib xazinaga yo'liqqandek qo'yma obdash bo'ldi. Biroq dadingiz Uraymaxun postak holiga xodi bo'ylamaydigan hakavurliqni 6 ot bo'shroq tatadigan odam. Shunga uning qishig'i qiz so'rab kirgan kunim 2 futim tizimning ostidan chiqilib ketmagan taqdirdimi 32 tishimning hech qaysi saqqanmaydi xinam. Meni undaq tavakkul qilishga zo'rlamang. Bu gapni anglab Gülayim bo'shib qoldi. Demisimi dadisining mijazi uningga 5 qo'ldek ayon. Uşur kanayni yaratmagan yerda Niyaz qarlag'achda kaksaltanlar kelsa, dadisi ko'tiga tepib, haydi o'tishdan yanmaydi. Ajabmi yalvarib bulamay qoldim desa, bu tapdan sesiq buraydigan abdal o'g'riga. Ko'nglimning tizginini mat qurban kanaydek esil yigitlarga tutqizmay, nadigi bir mishmir qo'chilar tutqizib qo'yib. Hey isit. Siz avval mahalla komitetiga berib sekretar bilan ko'rishib, Davud to'riq tatib olgan nopuzliq yeringizni qaytarib eling. Ondan keyin mahalladagilarning yugur yetim ishlarini qiling. Ish tugagandan keyin haqqingizni elishni unutib qolmang. Usti beshingizni o'ngshab, pokizlikqa diqqat qiling. Siz odamdek yashasangizla, dadamni qayli qilishga mening ishonchim komil. Amsi shundoq bo'lsin. Ey Gülayim, to'xtama. Ajab usizlikda chanqab ketgan odamni buloq bo'yiga akirib sug'amayla ip ketgandek ish qildingiz-ku. Ey, to'xtama. Niyaz qarlag'ach yugurib ketayotgan Gülayimning kaynidan bir haza to'lg'inicha joyida turib qoldi. Kecha sutdek oyda. Arshidin Salikajning uyining o'ksida avaylab tasdiginicha Oyshugul sulangan uyning to'nligidagi yaltiroqni avaylab oldi. Beliga bog'lagan axamchini ishib, to'nglikdan anchiroq bo'lmagan turxonga bir uchini tangandan keyin yana bir uchini to'nglikdan sangiltay deb turishiga uy ichidan Oyshugulning ovozi anglandi. To'xtang Arshidin. Ağamchini sanglatmay turing. Ha? Oyshugul, qilgan va'dalarimizni unutib qoldingmi? Unutib qolganim yo'q. Lekin men bu qarorimdan yandim. Uyimdan hech yerga ketmayman. Nodonlik qilma Oyshugul. Sen bir umr bu oilada ishning kunini ko'rib o'tmoqchimi? Bu gapni anglab, Oyshugulning yuragi larziga keldi. Uningchi bo'lsa, uning bu uyda bir minutmi turg'usi yo'q. Lekin amal qancha? Haqiqiy ahvolni Arshidinga aytib, kishigidan tortib, o'tida kuyib, suyda eqib cho'nqigan ota-onasining obrazini xunuklashtirib o'tishni xohlamaydi. Shunga barliq dard alamni o'zini tortib o'tmoqchi bo'ldi. Siz qaytib keting Arshidin. Men ko'p o'ylandim. Uyimdan qochib ketib, ota-onamning hem o'zimning yuzini to'kishni xohlamayman. Atalmış yüz obro'yni deb umrlik pushaymonda qolasan Oyshugul. Men pul g'amlab hamma tayyorlikni bitirib keldim. Org'amchiga esilg'in. Endi ketmasangiz baqirayman Arshidin. Darhol qaytib keting. Oyshugul bilan kelgusida shirin xayollar qaynimiga cho'kib, nurg'un arzu armonlarni pukib kelgan Arshidin suygan dildorining xonasidan quruq qo'l qaytdi. Oyshugul bilan turmushning harusini birga tortib, odoqqichi Mehrivapaning qozini qaynitishga ahdlashgan bo'lsa-mu, Nigarning uningga qilgan va'dasi saxta bo'lib chiqdi. Uning tuyuqsiz yomg'irning havosidek birdamning ichida o'zgarib qilishi Arshidinning hech kallasidan o'tmadi.
Eriq O'stangni remont qilish pulisini ko'ngildagidek yig'anmay jili bo'lib turgan Matkirim Sho'pak yaqinda o'z ichidan saylib olgan Sayim Shaluk g'ani chupurlarni agashtirib, uyma-uy yurib, pul yig'ishga kirishib ketdi. Ang burun cho'l bo'yiga yaqin uyi bor Imin Shangyudan yig'ishga to'g'ri keladi. Matkirim Sho'pak Imin Shangyuning zuvanini bilgachga o'zi darvozasini teshida qilib, Sayim Shaluk bilan g'ani chupurni Imin Shangyuning hovlisiga kirgizib. Bu chaqda Imin Shangyu uyning keynida eshigiga bo'g'iz berib o'tadi. Iminko! O, Iminko! Imin Shangyu anglasimi, anglamaslik qisilib, o'z ishini qilaverdi. Deganda eg'liga kirib, medaning quyrug'ini o'rib yurmay, odam qishqasi hadigina va aka. Eshkimning quyrug'ini o'rimdim, yo cho'rimdim, o'zimning ishi va. Ish qilib xalqning chapini ko'tarib, yundikashligini qilgandan yaxshiroq. Aka, hey. Kimni yundikash deyapsan? Sho'dijonga agashkinimiz yomon bo'ptimi? Voy, kimga agashsang agash. Lekin mening uyimda onangning haq bo'lmagandikin ozroq cho'gilash. Bu bita adab görmegen, kötü tarat görmegen kispuruşlar. Qazanның qarısını oğurlaydigan qasba qeri. Eli bika iç zuvarını yırtı yutuguzuma. Ağzını bekip sözlava. Nima deysa ey? Daltakka g'alchi to'ngsoyma. Mening sallarga deydigan gapim yo'q. Menga Matkirim degan xotinni setib xashlab, oyniga Shodijon olgan, aqli bulg'inib ketgan daldushni chaqira menga. Gap bo'lsa shuning qilayman. Sendek ushaq-tushaq g'alchiligi eg'iz supurtib yuradigan cho'lam yo'q meningki. İkisi qaqnashdida yakkuchi dakkisini yeb, qo'sqini to'yg'izgandan keyin chiqib ketishdi. Matkirim Sho'pakmi uning bilan tang bo'lib yurishni xohlamay, Masavur Voyizning uyiga keldi. Masavur, Eriq O'stangni remont qilish pulini to'lab etamdiq ya. Yerimiz usab qolsa sug'armay bo'lmas yana. Dedi Matkirim Sho'pak o'rnidan amdili turib, uyining keyniga mangan Masavur Voyizdan. Mening mushu bir ishqa sal aqlim hayron. Har yili bosh atiyozda suv iqtidgan Eriq O'stanglarni o'zimiz chepib olsak, yana nimaga to'layotganmiz o Eriq O'stanglarni remont qilish haqini? Ya o yildan bu yilga bizning Eriq O'stanglarimizni birasining remont qilib berganimi ko'midoq? Matkirim Sho'pak Masavur Voyizning urug'liq gaplariga qanday radiya qaytarishni bilinmay, popozi qilishga tushib ketdi. Ben uyinge senin laplarını anlaşık gelmedim. Bu diye yukarını uğurlaştırışı. Navadı karşı çıksan baş kuruşku boysunmağalla katardı bir taraf kılınsa. Yukarıdakilerimi osrap oturup gap deganning sönkü yok deb qirayverdik ya. Mende berdigan bir tiyimi pul yok. Yukarıdakilerge Masavur Voyiz pul bermedi debdi. Ularning gipi olsa aldımga kelip öz desin. Masavur Voyiz pula Mehmedallı kılmıcıma. Eriq O'stangni remont qilish pulni maldagi tinig'i vaki odamlarning hammasi to'laydi. Buning ichida sen mi bor? Boshqalar to'lamdo, to'lamamdo, uning bilan ko'rim yo'q. Meni pul to'la deganlar qo'limdan ketmanni elib, Eriq O'stanglarimizni chep boqsin, ondan to'layman. Matkirim Sho'pak yenidagi ikkalanga buyruq qildi. Kirib beg'ildagi qo'yvosi qo'yamiz eshigini olib chiqinglar. Pul tutib qolamiz. Sayim Shaluk bilan g'ani chupur uyning keynidagi eg'il tarafga mangdi. Masavur Voyiz eg'il tarafga ularning oldiroq minib, qo'liga oridan birini olib, ikkisining oldiga yugurdi. Oldinga yana 2 qadam mangdigan bo'lsang, qoningni chuitma ya, yaloqchilar. Bu qoniga do'ch shukr nafs yomon o'g'irlar. Ikkisi Masavur Voyizning qo'lidagi orini ko'rib, keyniga yenishdi. Matkirim Sho'pakmi uningdan pul ololmaydiganligiga ko'z yetib, ikkisi qaramayla badar tikivatgan edi. Ular endi 80 yoshlik Tulmumay Ambarxonning uyiga kelishdi. Ambarxon! Oy Ambarxon! Ambarxon Mumay ishkini ochmadi. Matkirim Sho'pak ikki g'alchisini agashtirib, bir kun kashkicha pul yig'di. Yamonlardan xurikini tanglab turganlardan pul ololmadi. Yavaş yumshoqlarning gadiniga dastlab turib oldi. Ular qorong'i tushganda Davud Turg'aning uyiga yetib keldi. Davud Turg'a huquqidan ayrilib qolganning ish pushug'ida o'rin tutib yetib qolgan edi.
Muborak tallari omon eson turdimikin Shodijon? Davud Turg'a Matkirim Sho'pakning salimiga javob qaytirish u yoqda tursin, kaynini qilib yetib oldi. Mendan ranjib qilishlari haqli. Shundaqdimi egilgan bo'yinni qilish kesmabdi degan tamsilga asosan oldilariga ko'ngil so'rab keldim mana. Huquq degan bir chapanning o'rnidagi narsa hech kimga mangulik bo'lgan emas. Bu huquq mening qo'limdami qanchalik turdi belgili bo'lmaydi. Shunga bu ko'ngilsizlikni unutib kesdilar. Mening qalbimda yana burunqidaklar eng oliy o'rinda turdilar. Qandaq? Bu gapdan Davud Turg'uning qapqi sal ichilib, yotgan yeridan turib, yostiqqa yo'linib o'tirib, Matkirim Sho'pakka qarag'anicha ko'zlari yoshqa to'ldi. Manglashgan bo'lsa, sirtdan kirgan 3 mehmonga qapqinimi ochmay ta'tur qarab o'tiradi. Bo'pti. Bu amal kimdan qolmagan? Lekin senmo ko'ranglab ketma. Eshak har qancha chopqanda qismi yo'rg'ilab mengayotgan baytalning kaynidan yetishamaydi. To'g'ri dedilar Shodijon. Et qoldir bar haq. Men mangu sizga yetanmayman. Lekin hozir menga burun qildirni assilab qaytirib berdilar. Davud Turg'a hech nimani tushunmay, Matkirim Sho'pakning chiroyiga ko'zini yo'g'on echib qaradi. Matkirim Sho'pak yerida qarab o'tirgan ikki g'alchisiga sharat qildi. Ular chaqmoq tizlikini berib, yostiqqa yo'linib o'tirgan Davud Turg'uni o'rnidan turg'izib, supining yendiki o'ymina qishlik yurikkan ixtilab, orqadan uni chambarchas bog'ladi. Senlar meni nima qilmoqchi? Dedi Davud Turg'a ko'zlari chaniqidan chashrab chiqib ketgudak bo'lib. Baya ularga keyinni qilib o'tirgan manglashganmi yana til soldi. Nima deb bizning odamni to'rikka bog'lasan da yuzla? Voy mutam o'g'ri, bugun sana haqning xotiniga cheqilishni qandoq bo'lganligini bir ko'zitib qo'ya. Matkirim Sho'pak shundoq deb ikki g'alchisini chiqib ketishga buyurdi. Ularning keyindan agishib chiqib ketayotgan manglashganning bilidan qayirib, supiga yotqizdi. Manglashgan har qancha tirkashgan bo'lsa-mu, Matkirim Sho'pakka kuchi yetmadi. Matkirim Sho'pak, sen odam emaskansan. U nomard xumisi. Davud Turg'a har qancha yo'lqinibmi, bog'loqdan bo'shini yamadi. Matkirim Sho'pak manglashganning yalvurishlariga pisat qilmay, uning numusiga tegib, ondan bo'ldi qildi. Ko'rdingmi hey azlak, o'z vaqtida sen mening xotinimni samonliqning ichida ani topqanding. Hamda ko'zingga ko'z tutib ani tepib sendan antinni oldim. Qandaq? Sen mening xotinimga po'xirlik qilmagan bo'lsang, Shodijonlik huquqingdan ayrilib qolmayding. Sen o'zingga o'zing qilding. Davud Turg'a undimidi. Manglashgan bo'lsa, supining ustida o'zini qachatlab, to'xtamay yig'layotdi.